3 kilo 500 ligim bu. Yo'qlari. O'sha har doim so'raganlaringda eng ko'p chempionni so'raldi bu. Chempion qanaqa, zavod qanaqa deb. U Vyetnamga chatishgan bu. Qo'ymaslar, kiritib qo'ying, sovuq o'tmasin, ha. Kasal bo'lmasin bular. Bular aşağı yuraveradimi mashada? Mana brazilskiy makina. Yuzlari. Mana o'rtalar mana panjara nima mana bu? Ha. Juda katta siyoh ekan. Mana siznikimi mana shu? Nima ishlab chiqarasiz asosan? Drabilka, katyol, ekonom pechka. Hammasidan ular bizda. Ha, bular tayyor sotuvda. Tornado degan haligi nima ekanda brend ekan-a? Tornado brend ostida nomerlari mana turibdi. Siz nomeringiz nima? Bu operatorlarimning Operatorlarning nomerlari. Bular pechka? Bular qanaqa pechka? Bular xususiyati qanaqa bulardi? bular ekonom pechka. Ekonom pechka. Nimaga yonadi bular? Bu ko'mir o'ti hammasini tanlamaydi. Tanlamaydi. Hammasini yoqadi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. O'rtalar drabilka pechkani turlari hamma yoqdan bor ekan mana. Mana bu yer Qo'l quruq tanlamaydigan. bular mashlar bugungi kunda narxlari qanaqa? Bular aka 2 million 200 mingdan dastavkasi bor. 3 million 500 minggacha xo'jalik bo'ladi. Ha, nima ishlab chiqarasiz? Nima maydalaydi? Shayt, don, hamma narsani chiqaradi. Gap so'z yo'q. Alloh barakasini bersin. Assalomu alaykum, hormang. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Tuzumsiz? Hamma yo'q, drabilka ekan asosan ko'proq, ha? Asosiy drabilka. Drabilka, pechka. Yana nima ishlab chiqarasizlar asosan? Katyol ishlab chiqaramiz. Katyol. Katyollarimiz sezon uchun bitta ham qolmadi, tugadi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ana sex juda katta. Zavod juda katta fabrika ekan. Hamma narsani o'zimizda, masalan, stanoylarimizga qaratadigan bo'lsangiz, bu ancha pulli stanoylar. Hammasini o'zimiz ishlab chiqarganimiz uchun arzon ekan. Arzon, ha? Donni xorozlarga donlardan chiqargan ajoyibda. Men pul olmayman. Faqat shundan chiqaraman, boqaman. O'shaning uchun chiroyli yaxshi xorozlar yetib chiqadi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Har qanday yirik donni maydalab, xorozbob qilib, jo'jabob qilib o'zlaringga tayyorlasa bo'ladi, to'g'rimi? Parvozlar uchun ham mo'shniy variant kelasizlar. Ukamiz o'zlari parvoz dakanlarini ko'rdik. Juda ham zo'r dakanlari bor ekan. Kelib iltimos qilasizlar. Meni obunachilarimga hech o'tib berasiz-da. Hech bo'lmasa dastlabkasida yordam qilasiz, nimadir qilasiz. Xursand qolishsin. Mana o'rtoqlar, sex hammaga yetadi drabilka. Bemalol, bexijolat kelaverasizlar, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Dastlabki butun O'zbekiston bo'ylab, ha? O'zbekiston bo'yicha Tojikistonda ham bor ishxonamiz, Xo'jandda, Qirg'izistonda, Jalolobodda bor. Jalolobodda ham bor, ha? Gap, Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi kunlar ko'rishaylik. Xudo barakasini bersin. Sog' bo'ling. Akalar bizdan eng ko'p chempionni so'raldi bu. Chempion qanaqa, zavod qanaqa deb. U Vyetnamga chatishgan bu. Jonim sog'ligiga. Bo'lasan. Oyoqlariga bitta e'tibor bering. Yo. Mana shu holatda. Bo'ynlari ham tayyor aka, bu tayyor. Buni pulini bu arzonchi bas. 5 dollar, 600 dollarga ham beradigan xolos bas bu aka. Mabodo qiziqadigan bo'lsa, undan balatiga qiziqsalaring, telefon qilsalaring bo'ladi, narxini aytaman. Bo'lmasa prosta tak tomosha so'raganlar uchun qidiryapman xolos. Jonim sog' yurdi. Haqiqiy o'g'ilimiz. 3 kilo 500 ligim bu. Mana bu uzunligi. Turishini qarang. Bitta oldindan oldi. Oldidan. Ko'rsatingmi? O'zi shunaqa, o'zi qandaydir o'zi bu tikka turadi. O'zi bo'yi past o'zi aslida. Buni ham pulini akalar 250 dollar qilib beraman. Akalar mana. Bo'sha kamdum, kampar ki bitta ko'ring endi baho bering.
Masligi. Buni vesi 4 kilolik. 4 kilo 100 shunaqa chiqyapti. 4 kilo ham deylik. Buni ham 250 dollar qilib beramiz. Tozasini so'raganman. Bunimiz aka, bu ham o'sha o'zim ochirganlardan. Ular qizil. Boshida sekin boshlab, oxirida o'sha yaxshi tugatadigan. Oxirida juda chiroyli tugatadigan. Ko'zlari, qarang, tumshuqlari juda ajoyib chiqib o'rgan. Bir yerga ham qo'yib ko'raman. Xo'rozni kilosi bugungi esa jig'ilnonli ovqatdan tashqari 4 kilo 300. Mana. Makon yelkalatishlarini ko'ringda mana. Qaramadi. Прическasiga qarang, прическasi. Holatda qarang, buni. Bu Yunuski jo'ja bu, Yunuski jo'ja. Bu qanotlari. E'tibor bering. Bu прическasi. Yo'ningiz sog' bo'lsin. Buni qarang mana hal. Endi tulov yetadi. Endi xo'roz bo'ldi, mana qichqirib oldi. Xo'p, 250 dollar qilib beraman buni ham pulini. 250 dollardan olaverasizlar. Buni o'g'il bolasini toza qonda so'raganlarga. Mana aka, bu o'zim o'chirgan jo'jalardan. Hozir bu xo'rozimiz hozirgi vaqtda 4 kilo 500. Ko'zlari, bu oq ko'zliklariga e'tibor berasizlar, tumshuqlari. Beli tugamaydi, ishonasizmi? Bel tugamaydi bunda. Mana, vakillarga bo'lsangiz. Mana vakillarga bo'lsangiz, mana. Makina kalatishlari. Aka buni bu pulimizni jo'ja xo'rozni 28-chi martda chiqqan xo'rozimizni pulini 250 dollar qilib beramiz. Toza qon, tozasini ishqozi bo'lganlarga. Aka bu sesarkamiz. Xalq tilida sal boshqacharoq aytilarga, unisini aytmayman. Tuluvda makiyon mana. Ko'ringmi? Tuluvdagi makiyon. Toza kares, sesarka haqiqiy. Mana. Tulay makiyon akalar. Yurishlari, uzunligi. O'zini kichkinaligi bor, to'g'ri. Narigi makiyonni singari ona. Narigi makiyonni singari uzun yo katta emas, lekin bu katta bo'la beradi. Puliga keladigan bo'lsa, buni aka puliga kelishsa sotamiz, bo'lmasa tomosha. Tomosha xolos, buni puliga kelishsa sotamiz. Bu oldingi ko'rsatgan o'zim makiyon, o'zim ochirgan makiyonlar ham yo'q. Buni ham toniga, ko'yligiga e'tibor berasizlar mana. Uzunligiga baxmal deydi buni. Bitta ko'rsatsak. Turishlar. Bu uzun makiyonlar, bu katta bo'la beradi. Eng kichkina bolasi bo'ladi, inshaalloh jo'ja makiyonlarda mana. 4 kilo 800 lik, 5 kilolik xo'rozlar bo'ladi. O'sha qanatda oqi borligi, bu yuzlari mashaalloh deydigan tuxumga bor. Bunisida kim qiziqadigan bo'lsa, bu makiyonni 100 dollar qilib beraman. Puli 100 dollar akalar. Aka, buni o'zim ochirganman. Buni ham hamtana xo'rozini hozir ko'rsataman. Hozirgi vesi 4 kilo 500. Bu uzunligi mana shu 28-mart aka, tuxumga keldi. Bu uzunligi, makiyon necha kilo deb so'rashyapti. Birinchi bo'lib ko'zini ko'rsatsam, keyin oyog'ini ko'rsatsam, mana ko'z tegmasin. Olib qo'yamiz. Bu ko'zlari. Bu endi uzunligi nechta ko'ring. Orqasidan ko'rasiz. Jo'ja makiyon baxshi. Buni pulini tug'ishi yegani uchun, tuxumda tug'imi yegani uchun
Plyotchi makyonlar. 150 dollarga beraman buni. Toza qon. Yaponga juklangan makyon. Buni ko'ylagi nima deyapti akalar? Ko'ylagimiz sog' bo'lgan. Birinchi bo'lib yerga qo'yib yuborishdan oldin bitta ko'zlarini ko'rsatsak, kameraga o'zim olib kelaman. Yurishiga ham bitta e'tibor bering. Uzunligiga qarang. Yaqinga olib kelasizmi? Uzunligi. Ajoyib. Ko'staymasin akalar. Makyonga keladigan bo'lsa, bu makyonni ham 150 dollar qilib beramiz. Kimga ma'qul beradigan bo'lsa. Bunimiz jicha mana beli chiqqan. Beli chiqqanlarda o'zi belgilanmaydi. Bu birinchi bo'lib yerga qo'yib yuborishdan oldin bitta ko'zi bilan tut. Bu yapon bu. Modeli mana. Bu rangini akalar yozib qoldirsanglar ham bo'laman. Men o'zimcha limon deyapman. Bitta yurishi bilan bitta o'ziga e'tibor bering. Olib keling, qo'yjon, o'rtog'ini ham olib keling. Buni akalar pulini, yaponni pulini 350 dollar qilib beraman mana. Yurishlariga o'zingizga e'tibor berib turasiz. Qoching. Makyon yelkalashlari, turishlari. Bugun o'zi oq bosh deb juda ko'pchilik trend olib chiqdi. Qandaydir o'zi juda ko'pchilik ishqiboz bo'ldi. Oyoqlariga ham qaranglar, rosa o'rnashadigan katta panjali emas. Kichkina panjali, o'zim zot qon olganman. 3-tulak ekan, 3-tulakka mana. Buni juda ko'pchilik agarda haqiqiy ishqiboz bo'lsa biladi, mana bu baxmal deydi buni. Baxmalligi, uzunligi, tuxumga kelgan, ana tuxumga keldi. Xo'rozni bostirasiz. Inshaalloh yaxshi toza qon xo'roz bo'ladigan bo'lsa, bolasini olasiz. Birinchi bo'lib bu yuzini, ko'zlari mana. Akalar, bu hozir ko'rasizlar. Buni puliga keladigan bo'lsa, buni pulini aka kim qiziqayotgan bo'lsa, tuxumga kelgan holatida bunaqa makon topolmaydi. 200 dollar qilib beraman. Qiziqqanlarga, ma'qul kelsa sizlarga 200 dollar qilib beraman. Aka, buni qiziqqanlariga beramiz. Bo'lmasa tomosha. Bu raketa bo'lishiga e'tibor bering. Buni kelgan ketib qolyapti. Orqasidan oling, iloji bo'lsa, fotografiya. Orqasini qarang. Raketa. Endi bitta yuzlarini ham ko'rsataylik. Buni oyoq qo'llari, bu ko'zlari, cho'skasi, buni kelar. Inshaalloh o'zi ishqiboz biladi. Qolgan shuncha gap kerak emas bunga ishqibozga. Buni krasniy koja deydi, buni yaxshi makyonlar beradi. Bu qizil degani men ham o'qib izlanib shuni bildimki, tanasi o'zi shunday qattiq bo'lar ekan o'zi. Qiziqqanlarga raketa xo'rozimizni 350 dollar qilib beraman. Kim qiziqadigan bo'lsa. Ko'pchilik so'rayapti, jo'ja deb mana bu jo'ja. Biriga e'tibor berasizlar mana. Bu iyunuski jo'ja bu o'z aslida qandaydir o'zi katta bu. Ajoyib. Bananlari, qanotlari. Oxirgi so'zini bitta ko'rsataylik. Buni akalar kim qiziqqan bo'lsa juda ko'pchilik so'rayapti. Buni jo'ja makyonini o'sha tuxumga hali bor, kechki jo'jada endi bu iyunuski. Qiziqqanlarga 150 dollar qilib beraman. 150 dollar qilib beraman. Ishqiboz telefon qiladigan bo'lsa, agarda 1-2 so'm tushib berishim mumkin. Bu shamolar mana. Bunga ko'pchilik qiziqyapti. Bu pilotkasiz. Tanalariga qip-qizil bo'ladi, mana jig'illarni ko'radigan bo'lsa qizil. Xo'rozni singari qizil bo'ladi mana tanasi. Joningiz sog' bo'lsin. Makyonni haqiqiy toza qonini boqaman degan aka-ukalarimiz ham mana. O'zim qiziqib olib kelganman bularni. Uzunligiga, tanasiga e'tibor berasizlar. Mana. Hatto qarichim yetmaydi mana. Qarichim bo'lsa mana. Qarichim yetmaydi. Juda uzun makyon. Mana bitta. O'ta ajoyib tushgan. Ajoyib. Puliga keladigan bo'lsa aka buni.
Buni pulini tuxumdan hali bir tuxum kelmasligi uchun endi yo yaqin orada endi 15 kundir 20 kundir tuxumga kelib qoladi degan boringa. Uzog'i bilan 1 oydan tuxumga kiradi. Pulini $250 qilib beraman. Mana brazilskiy makina. Ko'zlari, tumshuqlari, haqiqiy ish qog'oz biladi buni. Jig'illarida juda ko'p ovqat oladi. Qandaydir juda chiroyli ovqat yeydi. Ishtahalari zo'r. Bellari. Mana bitta bag'rini ko'rsatib. Mana bitta bag'rini. Uzunligiga aytasizlar mana qarichim yetmayapti. 25 sm qarichim. O'ta tamom. Ajoyib tushgan. Buni aka pulini brazilskiy shamolga chachishganda $300 beraman. $300 beraman. Toza qon. Haqiqiy toza qon qilaman. Masala kiritib qo'ying, sovg'itmasin, ha. Ha, kasal bo'lib qolmasin bular. Bular aşağı yuradimi mashada? Mashqataydi. Ham sizgina. Ha, batamisi u ada atapleniya bor. Tuxumga tez kiradi aka. Ko'pchilik tuxumga kirmaydi deydi-yu. Issiq qilish kerak sharoit. Issiq bo'lsa o'zi tug'voradi. O'zi to'g'ri. Bu yer ham issiqqina joy ekanda. Salafanlarni qarang chiroyli. Quyoshga to'shagan, zo'r turar ekan quyoshga. O'ta yuvoshda makiyollar.